Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi obzorimiz marojnilar bo'ladi. Sizlarga bitta zo'r obzor qilib bermoqchiman. Mana bunaqa eksklyuziv kiloli marojniy. Bundan kokteyl qilamiz bugun sizlar bilan. Va albatta plombir marojniylari mana bunaqa va eksklyuziv marojniysi. Buni ham mana chidab tura olmadim, ochdim. Bitta ochib yeb ham ko'rdim. Juda ham zo'r, shunaqa mazali va вообще zo'r. Ayniqsa ishdan kelib o'tirib marojniy yeganda charchoq chiqqanim вообще zo'r. Keling sizlar bilan obzor ko'rsataman. Eksklyuziv deb yoziladi. Firma Ice Cream Business degan firma. Men sizlarga pastda telefon nomer raqamligini yozib qoldiraman. Sizlarga ham shunaqa marojniylar kerak bo'lsa, ayniqsa magazin yuritadigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga bemalol aloqaga chiqsanglar, dastavkasi bilan qilib berishadi o'tib narxda. Plombirga keladigan bo'lsa, rosa mazasi zo'r, молочный, shunaqa chiroyli va zo'r. Zo'r. Yoshligimdagi marojniy eslatyapti. O'tdi. Sizlar bilan mana buni kiloli marojniylar kokteyl qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi kerak bo'ladi. Blenderda qo'yamiz. Stakan qo'yamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqsanglar, sizlarga magazinga yetkazib berishadi. Lekin katta ichadi, va zo'r bo'pti. Banan eksklyuziv.